Top 5 ta futbolchilarning eng qimmat xaridlari. Birinchi o'rindagini eshitsangiz hayron qolishingiz aniq. 5-o'rin Neymar shunchaki dam olish uchun o'ziga shaxsiy orol sotib olgan. Bu unga naq 7 million dollarga tushgan. U yerda vertolyot qo'nish joyi va maxsus villalar bor. 4-o'rin Kylian Mbappe. U o'yinchilardan zerikib xo'jayinga aylandi. Mbappe Fransiyaning Cannes futbol klubini sotib olish uchun 20 million dollar to'ladi va eng yosh klub rahbariga aylandi. 3-o'rin Zlatan Ibragimovich. Uning shaxsiy samolyoti 25 million dollar turadi. Ichida divanlar, televizorlar bor va soatiga 1100 km tezlikda uchadi. Ikkinchi o'rin, lekin qirol baribir oldinda. Ronaldoning Gulfstream G650 samolyoti naq 73 million dollar turadi. Bu dunyodagi eng tez va eng qimmat biznes jetlardan biri. Va birinchi o'rin bu Ronaldo yoki Messi emas, bu Harry Kane. U Tokyo Social ko'ngilochar markaziga 75 million dollar investitsiya kiritgan. Bu futbolchilar orasidagi eng katta xarid hisoblanadi. Sizda shuncha pul bo'lsa, nima sotib olgan bo'lardingiz? Izohlarda yozib qoldiring va BV Sportga obuna bo'ling.